O'zbek shou-biznesining yulduzli juftliklari Rayhon G'aniyeva hamda Farhod Alimov. Mashhur xonanda va talabgor shoumen 2016-yilning 5-noyabrida turmush qurgan. Ularning har ikkovi uchun bu turmush birinchisi emas. Rayhon intervyularidan birida egizaklaridan so'ng qiz farzand ko'rish orzusi borligini aytgan. Yigitali Mamajonov va Muqaddas Sa'dullayeva aktyor va aktrisa 2018-yilda turmush qurgan. Ushbu nikoh Yigitalining 3-chi, Muqaddasning esa 2-chi turmushi hisoblanadi. Yigitalining avvalgi nikohlaridan 3 nafar farzandi bor. Oybek va Nigora. 2006-yildan buyon duet tarzda faoliyat olib borayotgan Nihol mukofoti sovrindorlari Oybek va Nigora 2015-yilning 21-noyabrida oila qurgan edi. Mazkur juftlik hozirda bir nechta farzandning ota-onasi. Dilso'z va Farruh Raimov. Dilso'z taxallusi ostida ijod qilgan xonanda Go'zal Jumaniyozova va sobiq Mango guruhi vakili Farruh Raimov 2015-yilning 16-aprelida turmush qurgan. Yulduzli juftlik birinchi qiz farzandiga Dilso'z ismini qo'ygan. Shohruxxon va Asal Shodiyeva. Mashhur xonanda Shohruxxon va aktrisa Asal Shodiyevaning turmush qurishi ko'pchilik uchun kutilmagan voqea bo'lgan. Taniqli juftlik 2016-yilning 5-iyunida turmush qurgan. Hozirda ularning 2 o'g'li bor. Nodir Zoitov va Shirin. Juftlik 2019-yilning 11-noyabrida turmush qurgan. Ular 2021-yilda qiz farzandli bo'ldi va farzandiga Yasmin deb ism qo'ydi. Yasmin hozirda eng kichik yoshdagi blogerlardan biri. Feruza Yusupova va Abduvali Saxiyev. 2024-yilning eng chiroyli juftligi deya ta'riflanayotgan aktrisa Feruza Yusupova hamda aktyor, bloger Abduvali Saxiyev hayotida o'tgan yili yangi sahifa ochildi. Abduvali Saxiyev turmush o'rtog'i roziligini 4 yil kutganini aytgan. Siz yulduzli juftliklardan yana kimlarni bilasiz? Izohlarda yozib qoldiring.